Diqqat! Dizayn jamoasi a'zosi Dilshodbek Musabekovning o'lim sababi aniqlandi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Dizayn jamoasi a'zosi Dilshodbek Musabekov vafot etdi. Aktyor Shuhrat medali sovrindori Dilshodbek Musabekov hayotdan ko'z yumdi. Bu haqida qiziqchi Ulug'bek Xolmedov ijtimoiy tarmoqlar sahifasida ma'lum qilgan edi. Umrim oz qoldi. Dilshodbek Musabekov xuddiki o'limini oldindan sezgandek intervyu bergan ekan. Marhum so'z ustasi dizayn jamoasi konsertidan avval yurak xurujiga uchrab, shifoxonaga tushib qolgan ekan. Dilshodbek Musabekovning so'nggi videolari ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Dilshodbek Musabekov bir hafta oldin Umra safardan kelgan ekan. Qora xabar obunachilari yozishmoqda. Marhumni Alloh rahmatiga olsin. Yaqinda Umra qilib kelgan edilar. O'zbekistonga qaytganlariga bir hafta bo'lgandi. Ma'lumot uchun operatsiyaga taxminan $27,000 kerak ekan. Lekin bu inson ushbu pullarni operatsiyaga emas, yaqinlarini Umraga olib borishga ishlatishni aytgan ekan. Dilshodbek Musabekov Umra safarida Allohdan kechirim so'radi. Meni kechiringlar. Alloh uchun hammangizni yaxshi ko'raman. Dilshodbek Musabekovning Makka shahridan yo'llagan vidolashuv videosi ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. O'zbek san'ati va kulgi olami og'ir judolikka uchradi. Dizayn jamoasi a'zosi Dilshodbek Musabekov 51 yoshda vafot etdi. Ma'lumot uchun Dilshodbek Musabekov 1975-yilning 13-iyulida Andijon viloyatida tug'ilgan. U ijodiy faoliyatini turli hajviy ko'rinishlar hamda quvnoqlar va zukkolar qevezi tanlovlardan boshlagan. Bekorchilar makoni, Nasiba qani, yana boshlandi, Qizalog'im, 3-muammo, Labbay rais, Jaydar zarba, Yasha xotin kabi bir qancha filmlarda ham rol ijro etgan. Dilshodbek Musabekov 2026-yil 13-fevral kuni 51 yoshda vafot etdi. Yurak xuruji bilan shifoxonaga tushdim. Shifokorlar 2 kundan o'tib olsangiz yashab ketasiz deyishgan deb Dilshodbek Musabekov intervyu berdi. Taniqli so'z ustasi Dilshodbek Musabekov afsuski shifoxonada vafot etdi. Oila a'zolariga chuqur hamdardlik bildirib qolamiz. Dilshodbek Musabekov shunday degan edi: Duo, savob ilinjida yashaymiz. Inson o'tgandan keyin undan faqat ezgu amallar qoladi. Million, Davron, Bravo, Umid, Otabek, Shahlo, hammangizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Taniqli so'z ustasi Makka shahrida o'zining yaqinlaridan, dizayn jamoasidan va Million jamoasidan uzr so'radi. Bugun vafot etgan Dilshodbek Musabekov to'ppa-tuzuk oshpaz ekan. U Andijonda tug'ilganda osh qilish konida bo'lgan. Bugun marhumning ortidan oilasi, yaqinlari va qiz farzandlari qoldi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Dilshodbek Musabekovning vafot etganliklari munosabati bilan marhumning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiramiz. Alloh taolo marhumni o'z rahmatiga olsin. Janoza vaqti 14-fevral shanba kuni soat 10:30 da. Manzil Toshkent shahri Beshqo'rg'on mahallasidagi Buta Buva masjidi, Mo'ljal Orientar Ipodrom bozori yaqinida, deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.